bizningki programmamiz o'zi tizimli qatnashgan mahirlardan sirt biz takliflar alayda qatnashtirgan mahirlarimiz yo'q emas. Tövəndə bizning sahnimizda bizga numur taqdim qilganlar bo'lsa, Şinjan san'at yurti opera o'migining yosh talantli artistlari qani sahnimizga marhamat. Hey, bir ishtik bir men baxsangiz nim bo'la. Hey, erkishi olgandan keyin mundoq desep mağansın. İşte İşlerimiz mağmısınız? Ajrışımızga shu. Ajrışımız? Juran ajrışli. Oy. Nega? Ajrash qilay. Keldik. Şey şu. Siz kira. Uy. Siz kirmamsiz? Bir de qaşmoqchima. Qo'rqatam sizni ajrishdan. To'y qilishdan qo'rqmagan odam ajrishdan qo'rqamdiki. Hey, kirmamsiz? Ras ajrishamda. Ajrishimiz. Voy, bo'ldi, men kirsam bo'ldi-ku. Ha? Ama bizde ajrashtirganlar bormi? Odam bormi? Men nim dedim, ha? Men bugun bular ishlamaydi demadimmi? Qarang. Bizga eng yaxshi bir ikki yil uyimizni tutib yiqib, aningdan keyin yana bir gap bo'lsin, chira. Bir ikki yil? Uxlab tushing. Men sen bilan chiqarib bir kun o'tib qolmadi. Odam bormi? Yo'q. Sen gap qilmadim men. Odam bor. Oy, yaxshimisiz? Yaxshi. Biz ajrashaylik deb kelgan. Ajrashimiz? Mishadimi? Oy, yo'q. Meni ishimga aldirash, vaqtim yo'q sizlarga. Oy, qancha aldirashyapsiz? Mashikimizni ishim bir taraf qilibding. Faqat chilg'uvchilik kim qolmadi buningdan. Mashikinglar ras axotimmi ya? Chaqchaqmagan aka. Shundaymi? Ha, ma'qul. Unda bo'lsa to'y qitinglar chiqaringlar qani. Rost. Mana. Mening aka. Men sizniki ekan. Men sizniki ekan. Afqilram, menda gap. Men ajrashga sababinglar aniq bo'lsa, ananiki ajrashtiramiz. Bo'lmasa ajrashtirmaymiz. Tushundingmi? Balli, men endi dedim, unda asa ajrash qilmaydi demadimmi? Ajrash qilmaydi, kim shunda deydi? Shunda da olsa. Ajrash qilib bo'lmaydi degan ajrashmamdiq. Bu yerda o'mizcha sotqa chiqamiz. Chiqsak chiqdik. Qarang. Menimcha buni o'ylash yarim kun o'tib yo'q buni. Aka, voy mening buning bilan 1 minut bo'yi chiqib qolmadi. Bu sepazda yolg'onchi bu. Bu sepazda aldabchi. Kim yolg'onchi? Ne paxsoqqadek bishim uraysiz. Voy, jiddilashib ketib, beshingizni shira o'xshaydi qopdiq. Nima menda yumshoq shira bo'lsin? Nima gap bor, shira deyishmamsizlar? Sizlar to'yga nechilik bo'ldi? 4 yil bo'ldi. Xata, 4 yil yarim kun bo'ldi aka. Voy, ko'nrab qopsizlar-ku. Voy, ko'nrab ketdik aka. Buning bilan o'tgan 4 yil bog'i isit. Voy, eriqdiki lay sudek o'tib ketdi-da. Yo, bir kasb qozonganim tayin yo'q. Ya bir o'ynab-chib jugunimning. Qachonlik qarsi mishning jiddiy pul topmadingda. Ekshtirib davotgan gapini qaramaniki. Sizga desam bor-ku, men zodmish kiyimiga xato chiqqanman. Bu-chi boshdan oxir aldab keldi. Qanday oldi-da? Qanday aldaydi? To'y qilishdan burun, dadasining katta tijoratchi, oilasini oid boyashat, iqtisodiyotdan qat'iy qiynalmaydigan da'vatatdi. To'ydan keyin men so'rab bekna o'zdim. Fikam, bu nimaga? Oldimi dem? Dadam ras tijoratchi. Voy, unda dadingiz nim tijorat qildi? Mozdos. Men nim dedim. Shu. Fikam, mozdos bo'lsa bo'lmamdik-a? Voy aka, bo'lmaydi demedim. Bu nima uchun shu dadasining shu kasbidan xijil bo'lib, dadasi katta tijoratchi deydi. Mening dadam qaysi bir tijoratchida qilishib yiqibdi, ha? Bir chiroyli to'yimiz qilib qo'ydi qarang aka. Bir isil uyimiz yapadi. Bo'lmadimi? Mana oldimi to'g'imana? Voy aka, buning gapiga ishonmagan bek yog'an pek soxtaz bu. Ishonmasangiz bak bundan 2 yil o'tib yiqqan. Nima? Men yo'lchingizlar o'tib deb Voy, voy, qarang akam. Mushu to'ydan burun bog'u, menga bir zanjil so'q qildi da. Onamning onasidan qolgan yoqut ko'zlik tavariksiz ishlab ketdimi qarang. To'ydan keyin shunda taqab chiqsam, yerga tushib soch ochib ketdi. Berib o'ng'ishlay deb akasam, bozor sotqa jo'zanjil. Job bilan jo'ni farq etasiz kakashki. Nimasi oldi nimasi? To'y ko'ynigimcha qarang, ijaraga olgan. Biz o'tirayotgan uyimizimcha ijaraga olgan. Menga tutgan gulni taxi bir pul xajmaydi, men so'qitga bu pixsaq. Voy, unda o'sma yo'lchingizning guldukunda ishlaydiganlarni ko'ngli yaqinga qarang. Voy, nadikin deysiz? Boshqaning ishxon surib ketgan, gulkan to'q, mana chiqib nima tashib etdisa, o'ddil o'lgandir balki to'y kuniga ulgatdi, men so'qit. Voy, akam yekliga, bu nimasi ishni bermaga. Va u gulni maxsus to'yda mushtinga ottab, zakaz qilib bergan, oshirib o'tirgan. Fikam, sizmi bak oshirib etmang qarang, Voy, men oshirib etmadim. Nega keling aka? Qarang.
Toydan burun mağın nemi vədlənbəyən deməmsiz. Qandaq vədə. Cinim, şikimiz toy qıqandan keyin seni o seyyağa apırmən. Denizdanı göz tut. Nem desem şunu qıp bermə dağıtıdı. Vay nədik toydan keyin on deniz? Apağın şu Xonyançı. Ey, man qarqıda. Ma bolsa pra, ma bolsa. Ha, Xonyançı olsun apadım mı, bamadım mı? Mağı işletken bismin demeyken texe. Vofka? Maqara? Sizgin bizim işletim. Va bisim işlettek ha. Mında reydo. Arak içmeysiz, tamak çekmeysiz, sorular azırak barsız. Orada tuğa. Doğru. Aka oğa toğra әмде. Әк жоғандық онда беріп ішіп қойдыған кепке. Лекен ака тапқан пұлының әммісіке киім ап түгітуді жыным ака. Киваға пайпығының өзі 500 қой. Бұнда осы кеп жыдайды. Ой, шымен қай неме кетеді азыр? Ма кепіңіз қамлашмайды қараң. Маны мен мишер ішлейме. Алдыған айлықым 1800 қой. Бір өйіні бек кетіп барман қымын. Қақчы 1800 қой алдық я. Алдап мен мама. Ай, шанақлай. Ака, мекідан сіздедіған бір кетіп. Aka mekila. Оның кеп таңса. Ай, онан кетіп. Қойша. Нем ағаш таққандық аямаян қылы жүрейді. Ма қоламына жамбақым мен. Ма сіздің көдің ма? Сіз мен қотмайсыз, Kim sözleydi o? Мен сөздеймін, аяқ чоған, мен сөздеймін. Baldı. Әкші оған тұттың айыр маңа. Сізге қылыңа. Қараң ака, той қылыштың бұрынчы қараң, ені маң мұнна вәділәнбәген. Жінем, той қылған күсің, иссіл пичет машиндың біріне әп бермен. Нәгді сәң шөйек барымыз, немді сәң шыны қылымыз дәу ататты. Ой, нәдікені, әсі бұның мәқсіміне алдап білі өшкен. Ей, тойдың бұрын жілім сәң иссіл машинап берме әдеме, әмсі ишек әп берме әдемдім. Машина берем сама весіп босып еппер алдың ма? Пекчі қараң, мені машинда отырғызып шамалдып кірәңіз. Ай, сені машина тұғызып шамалдып кіргіш жома қаллақ шамалдап қапты. Ей, кімнің шамалдап қапты? Сені шамалдап қапты. Ей, кетпің осы үйніқты. Кімнің шамалдап қапты? Yani sokaş kıldırdın ağa. Kanlaşmagan. Masızlıkta ötmen dedim ağa. Baldı. Kimge kıldı hem Mənge qıldı. Mən gep qıldı. Sen Sen Baldı. Siz sözlep oldunuz. Sizge kılın Bizдің ой, mehmanxanның өзі ака, кәш тікіріме әттігіні чіктіме. Әттіген қопып, наштылық таярлаш деген зінхар yok ака. Кәш тікірген екімінде бір сұқ тамақ таярлаш керек, оны yok. Қачалылық қарсы, түшін тамақ яп. Fıkam. Siz ayal kişi болған екен, әлбәт ыстық тамақ етеп, yolçunu сақлап тұрмамсыз деймін. Vay aka, kiç-kiçilep ya öyge kemmise, mən öy tamaq eteyip oturған sarang oğuydum. Kiç-kiçlep kірмесе, бірақ етім шымда, достырым білі ауытырақ қой кәш қаға ер ба ака. Bir күні өз тамақ елі едіп тиші қап шықты. Нәге па дейліқе, немітте тоқтап тұр ака, контакт етті. Hey, мәто, diyemizsen bir demigine kındacı. Aşağı pat qarak. Moş aldığı деген 3 kişilik yeydiğen nəsdən təyərlib aptaş деген millət деген yap git partik kanlılaştırıyor. Aynı vaxtda Ecep oxşapdı, Ecep yeşik edip yap git pamamten. Sen yenimni şalap işleyip isama iştek oturma fikine. Oy, nimene tuzun yok demezsen? Ay, Fıkam, aga yapamadı. Kimden tuz yok ki? Senin tuzun yok. Sıram kimden tuz yok ki? Senin tuzun yok. Senin de var demek şu. Çıkın. Ne bir mağacı vaktimiz sıra kutmayada. Çıkşaya maşa. Ay. Oy, oka, bizim işimizin tek bir taraf kımısınız. Fıkam, geplerinizden hiç kız bir cıngı başka da gep olmasın. Nemini bir taraf kutlarım ben. Oy, ras. Cıngının tarası toqtuğu dek bir işte. Tamam. Aramızda çok aram. Üçüncü şahıs var. Qaysi? Telefondaki. Nədiki? O, telefondaki. Vay, mayak gidin aka. Qaran, Mış yakından bu yançı, manançı koludun aç telefon keçimi gündüz düşmeydi. Elaqıt ündidarı kim bilen paransıdaki sertlikilik maymaqla kovşansın. Maşında oturup paransıgan bolsa elaqını. Va ündidar paralışığı adamçı. Menin xizmetleşim ayal kişi emas, adap. Oy aytı he, xizmetleşim olmuş be. Hey, xizmetleşim bu saatlap paransıgamdan. Paranlışma qana qıp. Ay, maga bombadı. Oy, yan neymiş qısan qıptı? Paransıgamsın. Paranlışma. Boldu. Cepme bir. Uy! Va çıkınla. Fıkam, ma gepiniz bağa cınga basmaydı ki. Mene. Ay, mene. Avara qılmay mene. Oy, aka. Oy, çoğun işten bir sıvat deras unutup qaptı mı? Yana bağım texe. Dana. Qaran. Bularning idarasi yaqinda ko'p pul taqtibdi. Lekin texchi menga demay o'tdi bu. Menga to'y qilishdan burun mashina bermadi, va'da bergandan keyin ep berish kerak-ku. Ma gap qildi.
Fıkı, Ha? maşina berimde vədi qılğan mı? Vəd qığa aka. İlin əmsə. Alımız aka. İlin ha? Alılı aka. Ammam söz. Alımız. İlin əmsə. Vay baba pul yok aka. Nimin aldı ki? Ay, Fıkı, bu yançı kuzlu pul yok adam. Nem kuruk vədini verirsemse? Ha toydum bura açta verdi belge aka. Ha o vakti de şu amelga şurabındım. Ha bu yıl nimbol değişik kapa idaremizin yıllık mukafat buluyor deyip 20. Yo'q, men ketsam asrosga to'xta. Hay hay. Ha? Men sen bilan ajrashman. Endi bog'im men sen bilan ajrashqim. Ay, amay. Ay, oldu. Zıklama. Meni chaqirang, buni men chaqirang. Bir kun aytiqchilikkim qoldi. Ha. Sizga desam bog'u. Fıkı, Oy, bu potlığınızda manı söküp yürüyorsunuz ha. Öteydi kadar bana. Manı sökememsiz. voy, uni sürsem, kimin men yuyaman shu. Qarama gapni. Mana, bu yo'lchingizni yana yaxshi yurgansiz ha? Ha? Voy, yaxshi ko'rish-ku emas. Ha. Uydik sopun israb bo'lib ketmisan dedim shu. Ma gapniki. Fıkı, sizga mashina paslam ajrashmaysiz shundami? Voy, aka. Ha. Voy, mening mashinash maqsadim yo'q. Ha. Voy, ben ajrashishmi niyatim yo'qdan ha. Ha. Voy, bu to'y qilgandan oyoq meni aldab kelyotidi. Voy, bir ig'iz raska qilib basnim bo'ldi bu. Ha? Hey Fıkı, vədini bəgənken, şu vədiga amal qilamiz bo'lgan bo'lgandan. Ya aka şu toydum bura açta verdiğini belgen. Ha. O vakti de hakikaten emel kılamadık. Lekin adam buğak ondan da kemçilik bulduk ya. Ha çoğuşum buğak ki geçirası mıydı mı? Ajrashamsizlar? Ajrashamsizlar ya? Ha Fıkı, javob bering, ajrashamsiz ya? Meni acıraşkım yok. Ha. Acıraşmayım. Sizcha ajrashamsiz? Uni undan so'rang. Ma gapni qara. Ajrashamsizlar, ajrashmamsizlar? Mana sarang. Ya. Yo'q. Ha, mana. Ha, bir-biringlarga chidashmaydi ekansizlar, fikirlarim. Lekinlar. Ha, turmush deganda bor qaranglar. Ha, mana bu shunga o'xshash ancha-muncha ushshaq-shushshaq jidal-majra bo'lib turdi. O'zaro kamchilik qilib bersanglar, ha, turmushinglarni yana guldek tutib ketsizlar emasmi? Qaytinglar. Ha, menga aldirib kelmanglar, juma. Endi faqat chidamay ajrash qilib kelib qolsanglar, ma ishxonaga kirmay. Ishxona ko'rdinglarmi? Ha. Ha, aşağı kiringlar, ha? Ishxonaga? Hey, aka. Ha? Bu yer nima ish qilgan ya bu? Şu Bu deme. mushidarning xo'jalik boshqarmasi. Oy siz demiş kılsınız. Mushidarning to'kchisi. Voy, Nime? Mana bizniki Şinjan san'at yurti opera ömekinin yaş talantlı artistleri shunday bizniki Allah'ın birodarlar do'stlarimiz nayt yaxshi itotun bir nakapda tunugun sizlarning idorada sizlarga berib bo'lgan imtihon bugun shu korxonchilarga belgili bir akapda mana ustozlarning da o'zinglarning ikki qizdan yurak so'zini shundaymi anglab boqaylik. Xizmatdoshlar yaxshimisizlar? Yaxshimi aka. Sizlar har qatim bizning shu kuldir programmasiga opera teatrining rasmiy o'lchamlik bir kasbiy itotlarni ekyapti. Ma itotni qizibdi. Men ko'mabdi kema bu itotni. Buning ijodiyatchisi kim? Ömerci aka. Yazg'uvchisimi Ya, Ömercanmi? Qizibdi bu itot. O jihatdan ilqi kichkina fikr, oshilik obay o't ketgan ovozini va Dilrabo naqsh bo'lgan keyin olani Jimbovning ovozini o'shani sal tutib o'ynasanglar bo'lgan ekan. Aşağıdan yakın ekilipçi aşı cumba. Qo'shin. Qol o't ketdi deb qoch bir qiyochiya qilib oqni mavqoga ketib to'xtaydi degan ha. To'xtagan qarsang o'y to'xtab qoldi deb oqni yana yig'lasa yana bir qechib bunda qilsanglar avjiga chiqilgan bir ekan. Shunda bir o'xshab ketdi u Jimbovning ovozi obay. Rahmat sizlarga. Bak yaxshi mushtaq bir nomerlarni ekyapsizlar. Men yana bir tunishtiray ya. Abdusalom bilan Rinat ikkisi Markaz teatr sho'yaniniki aktyorlik kasbini bitlagan bizning opera maktabining yosh hozirgi shu oldingi sapda hammishni tutib ishlayotgan aktyor. O'tirdagi Dilrabo singlimiz Shanxay muzik sho'yaniniki muzikalik teatr o'rinlash kasbini bitlagan. Hozir mana aktyorlik tomondaq itotlarni mandaq rollarni olgandan sirt muzikalik teatr degan namimiz bilamiz. Shu naqsh aytib turib vaqalik o'rinlaydigan bir xil teatr shakli Yingyoju degan. Opera. Goju Yingyojularni shunday yaxshi o'ynaydi. O'qish bitiriblar bizning opera o'ynagan Olmaxon deydigan muzikalik teatrda shu Olmaxonning rolini olgan
Sağlamız şu bek iqtidarlıq aktyor. Seni mi qarşı alımız? Bilgen yaxşı Bir çavaş vereyim. Bunun qanday Sizlar qarşı ilişdən başqa gepimiz yo'q bizniki. Gap turunglar, güldür sen üstümüzdə tən oynayımız, cuma? Rahmat aka. Seni görüp Sen yaş vaxtında əslab otladım dedim cürətke. Sen için de sığındım. Bir yıl boptu görüşmegili. Hem Allah yaxtırgan sizler. Güldür bir olamızla yaldım. Müstaq bir kesbi tutunu orulap bizden müş güldür programımızdan ki tekrar evciga çıkışıga sizlerninki müş talantanlar şundaq rolü cari buvatıdı. Sizlerden suyundum. Sizlerden bizden opera ömekninki bosun meyli Şinjanның sanatını terak kaldırışta sizlerdeki yaşlarımızdan müstaq küçük muhtaç bulumuz. Sizlerden tekimi rolunlarını cari kıldırışınlarını tekimi çaknap yürüyüşünlarını ümit kılma. Bu vallahi bizning programmaga takliflik artistlar biz taklif qilib akaga artistlar. Chunki bir mezgil teatr kasbi bir az bazadan chekinib ketish xavfiga duch kelib hamda o'tgan bir necha yillar ichida chunki har xil sabablar bor hamda bir yili ko'ngil ichish so'rinlari televizordan tortib toki telefonlargacha hamda xalqning diqqatini tortadigan yillarning turlari bakcha bo'lib ketdi. Ikkinchisi iqtisod chekindi, uchinchisi teatr o'ynaladigan sahnalar ozlab ketdi. Hamda hozir anglasam yaxshi siyosatlar bor. Yana hatto noilagacha shu o'lchamlik o'yinlarni ko'rsatgan zallar selinadi. Bu nayt bir yaxshi bir bizga bir 10 necha yillar bo'lib qoldi. Shu xavf. Shunga nurg'un rahbarlarimizga mush ahvollarni inkos qilishdi. Teatrga bir necha million ketadi. Bir teatrni vujudga chiqarish uchun, bir drama asrini yoki sahna asrini vujudga chiqarish uchun bir necha million pul ketsa, u cho'qim hech bo'lmaganda o'zining ijtimoiy va iqtisodiy qimmatini tutib turish kerak. Faqat bo'lmaganda sizlar hammanglar tijoratchilar faqat bo'lmaganda rasmiy bo'lish kerakda, qaytib kelish kerak. Hozir teatr kasbida uchiq gapni qilish kerak, rasmiy qaytib kelmaydi. Bu ketadi. Qajilgan pulimiz ketadi. Nimishqa desa, sharoitning yordamigaligidan, o'ynaladigan so'rinlarning ozligidan, bozorning ahvolining o'zgarganligidan, abay yuqorida aytgan sabablar tufaylidan tomoshabinlarimiz bilan og'irligimiz raqlab ketdi. Bir asarni necha million sarf qilib ishlasak, qo'ydigan o'rin yo'q. Qo'ydigan o'rin yo'q deb biz kaynimizga tortib ekanmiz, ishlamaydi ekanmiz. Ondan shuni bilan tomoshabinlar bilan bo'lgan orliq jiraqlab, hatto mal bizniki asldagi qizg'in tomoshabinlarimiz, teatrning tomoshabinlari drama nima, muzikalik teatr nima, opera nima, uni tushunmaydigan holatga kelib bo'ldi. Aslida bizning opera o'makniki Şinjanda, ichki o'lkalarda aytdi qizg'in tomoshabinlar mavjuddi. Burun hamda hozirga kelganda yana qayta yetaklanish boshlanyapti chunki san'atchilar o'z kasbini rivojlantirgandan boshqa yana bir to'p tomoshabinlarni yetishtirish vazifasi bo'lyapti hozir bizda-chi. Teatrning nimaligini biz o'zimiz ching tutib xalqning qo'lidan yetlab chiqib ko'stib degidek shunchalik darajada qo'sh vazifaga tayinlanib qoldik. Bo'pmi teatr artistlari. Hozir bizning bildig'inimiz nima desa, ko'pincha allada etod. To'g'ri. To'g'ri. Yoki epizod. Nimishqa desa, shu sahnalarda saqlanib qolgan dramaning bir parchasi yoki ishiltilgan bir drama. Deylamdi sahnasi. Shunga mushundaq artistlarimizni taklif qilishimizning sababi biz kuldur programmasi orqali sahna asarlarini yana bir qitim xalqning esiga selish va o'lchamni bildirish. Gerçi oynalgan aldığımızda oynanayotgan bir etod bo'lsa-mu, mava artistlar, kasbiy artistlar mana baya ustozlarimiz aytdi, to'g'ri dedi. O'lchamlik etod mana mushunda bo'ladi. Buning qurilmasi mazmunidan boshqa artistlarga qo'yiladigan talabni aytdi. Endi diqqat qilib ko'rsanglar, birimiz kam emas-ku. Aning mana degan gapini ma qanday angladi? Bu anglab bu qanday chiroyli inkas bo'lyapti, u qanday qaytdi degan narsani aldirmay mandoz o'qib ko'rsak, birimiz kam emas bu. Mana bu o'lchamlik artistlar va o'lchamlik o'zi biz ko'rayotgan shu
texnikalar shu. Shunga sizlarga rahmat. Bizning maqsadimiz shunda, yana biz kasbiy artistlarimizning bizning sahnamizga ko'plab kelishini, Kuldur programmasi orqali sizlar biz qo'l tutishib teatr, sahna asarlarini xalqimizga ko'plab tunishtirsak deymiz. Bundan keyin Küldür programmamızga mush numar tizimlatgan, tayyorlik qilayotgan nurg'un havaskorlar borchu. Itot degan zot qandoq bo'ldi? Abdulla akam hozir intayin yaxshi bir tushuncha berdi. Itot qandoq bo'ldi? Andan itot aktyorlari qandoq bo'ldi deganda mana ko'rib turibdik. Itot aktyorlari demaymiz ham aktyor deymiz. Aktyorlar mana o'ziniki shundaq o'zining badan tili bilan ifodalashdan tortib, sahna tilidan tortib, andan shu kitoblarni tafakkur qilish, tahlil qilish, obraz yaratish deydigan mushta ixtiyorlarni yetildirdi. Qarsaqlar boshqa aktyorlardan farqlandi. Mana shu aktyorning hozir o'yiniga aytotida so'z berishlari intayin aniq udari va shundaq bo'ldi. Endi bundan keyin bizning sahnaning numeri kelgan qarindoshlar odatda shu asar tayyorlagan vaqtida itotning aniqlamasi nima deganda bir voqelik sahnada boshlanib, sahnada rivojlanib, sahnada avjiga chiqib, sahnada natija chiqib tugaydigan mana 4 bosqichlik narsa bir o'lchamlik itot bo'ldi. Itot deb bir narsa ya avjiga chiqmagan, ya ko'ms bir voqelik jiq bir itotlar qizimagan. Nima uchun qizimaydi desa, voqelik sirt yuz bergan voqelikni sahnada shu obraz so'zlaydi. Bu itotning aniqlamasi shu voqelik sahnada yuz berish kerak. Shuning hamda Abdulla akam qo'shimcha qilib, bundan keyin tizimlagan mayirlarga nisbatan ozroq bir uyg'unishib qolsa, shu aniqlamlarni uyg'unib olsin deb qo'shimcha qilib kelib qoldi. Shu gapim tugidi Xalmurat. To'g'ri, nayt esilga qildinglar. Chiqadigan mayirlar uchun to'limiz zarur. Bu 3 hukam bizning yosh kuchlarimiz haqida so'zilmasa-mu bayatın so'zildi. Ustozlar eddab o'tdi. Bizning idoramizningki oldingi sepda jabat atadigan o'zini teatr uchun beg'ishlayotgan yoshlarimiz ko'p so'zlamaymiz bu haqda. Andan bu itotning mazmuni haqida ikki qiz gap qilgim keldi. Nimaga deganda ekran oldidagi tomoshabinlarning nomidan gap qilgim keldi. Bu itotning mazmuniga qarab baxsak, hozirgi yoshlarimizning nima uchun bu itotning o'ynag'ini, bu itotning maqsadi nima deganda, hozirgi yoshlarimizga tarbiya uchun o'ynalgan itot ma'o. Biz bu itotni ekranda butun tomoshabinlar ko'rdi. Tomoshabinlarning ko'zida bir-birini tushunmayla aldirab-saldirab to'y qilgan yoki ana ekanda to'y qilib bo'lgandan keyingi chiqisholmaslik, muhabbat vaqtidagi muhabbat 4 tomdan kirganki yo'qolib ketish, to'y qilmay yaxshi ko'rmay deb to'y qilib bo'liblam keyindan har ikki tarafdan chidamaslik qilishi, sen ish qilmading, sen pul topmading, bu o'g'a. Mushundaq ishning yuz berdiganligini burunqi ota-bobolarimiz sezgan bo'lg'ashqimi, to'y qilishdan burun bir necha yil yurish deydigan bir yurishimiz bor-ku. Udil keplar men sizni olay, men sizga tegay deb qilgan ishningki oqibati qanday bo'ldi? Bir-birini tushungandan keyinki turmushning oqibati qanday bo'ldiganligi haqida shu o'ylashganmi, shunglashqa bir mezgil yurishni tavsiya qilgan. Az yoshlar bir mezgil yurdan dey. Yurdi degan gap bir-birini to'y qilmay turib sinab, yigit mardmi, qandaq? Qiz ishchanmi, qandaq? Axloqi qandaq? Bir-birisiga samimiydir, chinmi, chin emasmi buni bilib biqinglar degan bir fursat bor endi o'tirliqda. Shunglashqa tabiiyla yigit cho'ngilib 18 dan 20 qatorliqlar ya 23-24 yoshga kirganda yaxshi ko'rib qolgan keyin uning talab qo'ydigan u ma'qul deydigan anda to'y qilish bo'lgan orliq, o'sha orliqda bir-birini tushunadigan o'sha bir fursat bor. O'sha fursatlarni bilsa, to'y qilgandan keyin muqim uyini shular baxtli oilasini qurib ketsa, jamiyatda yetim bolalar ko'paymasa degan orzuda mushu mazmundagi narsalarni sahnaga chiqamiz endi. Tomoshabinlarimiz ichidagi yoshlarning bizning o'sha itotlarimizdan o'rnak olib, diqqat qilib, bir oila kirgandan keyingi mas'uliyatini har ikki taraf o'zining mas'uliyatini o'zi ado qilib, jamiyatda bir safoliq bir oila quradigan bo'lsak bir ideyaga ega bo'lib, o'sha itotlarni bir o'rnak olsa degan umidni qilamiz. Tomoshabinlarimizga ekran oldidagilarga da'vatgan so'zim. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat. Savobimizni berayotgan bo'lsak, Shu ijodiyatchi Umarjon Abdukerim savaqdishimizga cho'qim rahmatimizni yetkazib qo'yinglar. Yaxshi bir asar ekan. sizlarningki bizning Küldür sahnimizga
yana bir avjiga chiqarib bizning sanimizni bir jonlantirib berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Hamda bizningki ustozlarimiz sizlar to'g'riliq azroq to'xtaldi, etot to'g'riliq bizdek yoshlarni yetaklash to'g'riliq o'zining fikrlarini bir deb o'tdi. Hamda bizning korxonchilarimiz ham qanday qaraymiz? Ammo yaxshi etotdan birini ko'rdik. Qancha nomer beramiz? Qancha nomer beramiz hamda bularga. Nimalarni beramiz degandek. Quloq rahmat. Qollaydiganligini bildirdi, ha? Bularninki hamda nomer bersa, qandaqlarni sizlarni bağlash emas. Bu etotni haqiqiy bir shu bizning sanimizda mukammal bo'lgan bir etotni ko'rganligidan hammasi suyunib sizlarga bir o'zining ko'nglini bildirgisi kelyapti. Unda o'ganda ko'ngilni taxtay bilan bildirmaymiz. Asos bosh bağlı, yaxshilab boshlab ketaylik bo'ldi. Ya, Bera. Bağlab ketadigan bo'ldi-da. Men sizlarga shu bizning Şinjan yerlik bo'lgan Aqsuning yerlik gurji. Tosh tugmanning haqiqiy yerlik undan berishdan so'q qilasizlar. Rahmat. Yaxshimisizlar? Bu ishkayimizga bizniki O'rimchi shahri G'arbiy diyar yemak-ichmak bozori mehmon shirkatimiz nomidan haqiqiy xo'tanning yerlik respublikasi asosida ishlangan Qanmidim markasidagi rayon sharbitidan bir yurishdan bu sonimizga bo'lsa chiroy go'zallashtirish, qon to'liqlash uchun alayda yuqori bo'lgan shirkatimiz ishlab bozorga solgan mehmona markasidagi xonim-qizlar qarshi kirdan bir yurish so'q qilamiz. Rahmat. Yaxshimiz? Inlarim. Biz davom chashqa ozuq bermaydi ekanmiz. Güzel qildik deb budir qildik ekanmiz, bo'yaydi ekanmiz, lekin chechimizni qat'iy asırmaydi ekanmiz. Heylimi chaşlarımız biz bilan turibdi. Chaptil meg'izlar ishlangan chash o'stirish meyi, o'simlik chash so'pinimiz var. Shuningdek bir yurish maqsadimizda 3 yillarga berishdan so'g'at. Ajoyib. Ishiltaylik, juma ishiltaylik. Cho'qim yaxshi ishiltanglar, ichsanglar juma. Qo'sh odamdek o'qitaylik ishiltib. Yaxshimisizlar? Men endi mana bizning Sandonbe yer ostiga joylashgan Moligrim maxsus setish do'koni ta'minlagan. Har biringlarning mashinasiga bir qitimliqdan Moligrim Abdullah bilan asrash mulozimatini sovg'a qilsam. Bir qujum bo'lgani. Bir jutumdan. Bir qujumdan. Qo'ynamni ochiq kiyib kelsa yana. Mashinani men ipray Moligrimni o'zinglar elinglar. Yaxshimisizlar? Sizlarga Çindil şirketimiz işlep çıkargan aksıl talqanları hem İğiz çayqaş, İğiz çiş asıraş meslehatlarımızın soğatları. Her birinler bir yürüyüştün, ha? Rahmet. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Men O'rimchi Albag yemak-ichmak chaklik shirkati ishlab bozorga solgan Ne'mat markasidagi qahva, kokos qatorliq bir yurish mahsulotlarini her biringlarga bir yurishdan so'g'at qilay. Amdan ish bo'ldi bu. Lazzat shirkati. Yaxshimisizlar? İlyas cho'ng beraydi da İlyas. Hozir demoqchi bo'lganmi? Yaxshi. Programmaning beshida Şimdilik bo'ldi, yeydik. Yeydigini. Biz Hotel Lazzat şirketidan sizni Lazzat, anamning neni Lazzat, Shirin 4 Lazzat, Aytoqaj Lazzat, Baqali. Muşu 4 xil yemekliklerin her birinden bir yürüyüşten 3 yürüyüş soğukılmak. Amdan iş buldu bu. Birden ambur. Yaxshimisizlar? Birden ambur de. Qaychidan bir bo'ldi. Tokçu olgandan birden ettirki. Rinatqı bir sim, ha? 2 metr sim. Ajrashmaydigan birden denxanji. Hayatlı bitirgan. Birer tondan yilim. Agar Xalmuratgam degandek, Abdullahgam degandek so'g'atlarni qo'yib bermasam, balkim qizartishlarimiz to'g'ri muvofiq emasligi mumkin. Sizlarning nomerlarini aytib huzurlandik. Ustozlarimizning umidli izbosarlik antlari vaqt bundan keyin shunday yaxshi nomerlarni akilishinglarni, taraqqiyotinglarning texnik yaxshi bo'lishini tilaymiz. Bizningki shu Gomi elektr uskunalari yer shahri do'konimizning sizlarga ko'ngil so'g'ispa. Har biringlarga birdan shu artist aktyorlarga to'xtamay kiyim almashtirilganlarga bek lozim bo'lgan elib yurishga qulaylik. Made markasidagi 680 yuan qimmatidagi asma dazmaldan birdan so'g'ib. İkiz solaylar. Sizlarga shu ko'zdan şirketining ko'zdan qutisini 3 ni so'g'ib olsam.
Nazife şirketi olga aldı mana. Dilrab bak gülüp oldu yani. Aşkısından kaçıkçı bile işi yok. Yaxşımsызlar. Aslan endi bir qatam mush sahnada ko'rganimdan ayt xursand bo'ldim. Nazifa şirketiningki yana bir Nafisa markasidagi baxt yurishligini har balanglarga birda yurishdan sovg'a qilsam, baxt bo'lsin, xizmatinglar ham o'ng'ishli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. İnzim firmen dedim İnzim firmen. Bu böyle oğullar olsun, kızlar olsun, umum yüzlük nahiyeti yaxşı mahsulat. Şundan bir 3 rispet soğuk qilib olgan bo'lsak rahmat. Bizdinki ifradanın terasrash, rangli kirim buyumlari qatorliqlarning hammasini sizlarga so'q qilmoqchi. Sizlarga rahmat. Rahmat. Yaxshimisilar, aynilarim, sing'illarim? Yaxshi emas deb turib Sizlarning nomeringlar Yaman Bakkiligi, Tarbiyaviy Ahmetova, turmushga yaqin bir nomer ekan. Bu erlarga mas'uliyatchanlikni, ayollarga sabrchanlikni ta'kidlaydigan, inoq oila qurishni o'rgatadigan bir nomer ekan bu. Qizchaqqa amin bizning shirkatimizningki oltin to'ptaqis do'konidan oltin uzukni bir tal so'qilay. Ma ishki enimizga G'imo kumushni to'ptaqis do'konimizga shu do'kondan kumush zanjirdan bir taldan beraydi. Rinat qanday olib ketdi bu ishda? Oltu yoltilgan kumush deb turibsiz. Sizlarga bizning Inoq oila shirkatimizning Inoq oila markasidagi yurishlik mahsulotlarimiz bor. Shundan so'qsam, oilangiz inoqqa baxtli bo'lsa, rahmat sizlarga. Rahmat. Bunda bo'lganda biz sanimizni bir avjiga chiqib berganlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Shu Rinat Abdusalam siz bu da tunji qitim qatnashib berdingiz buna. Rinat Abdusalamlar qatnashib turyapti programmamizni yaxshi qo'llab, mana ustozlarimiz bilan birga o'ynab mana shundaq bir bizning sanimiz asli mushtaq sana. Mushtaq yaxshi asarlar chiqsa bo'ladigan yaxshi asarlar cho'qim chiqish kerak bo'lgan bir sanaga sizlarning kelganinglar mana oltin uzuk yoqut ko'z deganday bir ish bo'ldi bugun. Sizlar ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Kumush zanjir degan. Oltin zanjir kumush ko'z deganday. Oltin uzukka kumush zanjir. Yitovlab ketdi. Chaqchaqma qilishdoq unda bo'lganda sizlarga yana bir qitim programmamiz nomidan Lazzat kuldir programmamiz nomidan ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Bundan keyingi sonimizga davomli chaqirilaveramiz taklif qilib. Kelib berishinglarni umid qilamiz. Qizg'in chavaklarimiz bilan bizning yosh aktyorlarimiz Kuldir alni kuldirab. Programmamızın tacidarlığını Lazzat markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Xotan Lazzat yemeklik chek mas'uliyat shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Ne'mat markasidagi qahva qatorliq ichimliklarni bozorga solgan Urumchi Orolbog' yemak-ichmak chek shirkati alohida talab qilgan. Programmamizga Inoq oila markasidagi yemekliklarni ishlab chiqarib bozorga solgan Shinjong Guminahiya Inoq oila yezilik taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkati alohida hamkorlashgan. Programmamizni rayonimizdagi eng sistemlashgan to'r savdo supsi bo'lgan E'tibor to'r savdo shartisi alohida qo'llagan. Shirin Onun shirin ta'mini unutammaysan. Chunki uning lazzati boshqacha. Lazzat shirin tortlari. Muhabbat bu qand qo'shilgan tatliqini bir choydir. Muhabbat bu farzandingizning sizga bo'lgan ko'ngli. Oilanizda muhabbat kam bo'lmasin. Inoq oila muhabbatga hamrohdir. Inoqlik Inoq oiladan boshlansın. Sehr ve ma'noga boy shahlo ko'zlaring menga ilhom berdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Hurmatli to'rt ustozlar, hammalarga salom. Salom hurmatli korxonachilar, salom ekran oldidagi do'stlar. Yusufjondan hammalarga salom. Yusufjon nerede? Qashqarlik.
Qashqa hozir nima qilyapmiz? Hozir ovoz berish bilan andan bir yat boyalik ishlayapman. Yusufjon familiyang bormi? Yusuf Abduriyim. Yusuf Abduriyim. Yoshlar demasang bir putuya qadamda ulab qolsa. Mana o'g'irlik kirgan o'zing ishlaydigan qora emas-ku. Yo'q, u boshqa qora. Og'inam bu hali qilgan qora. Burun bir kappaqqa o'xshaydi. Dastlabda bunda biladi-chu. Dastlabda chiqib bunda qarab muqaddimasi kirib ketganin ko'rib qo'yguningmi u? Yo'q, qo'si qechib ketibdi. Hamlab qo'yib ketdi-ku. Qo'si qechib ketgan Hem ko'rib qo'ygan, hem qo'sqimni ichib ketgandi. Ish bir gap qolgan. Ish bir gap. Udillashib qoldi. Sen mushu keyin yozib qo'ygan xatingni nima deb yozding? Kitobni ariyatga oldim deb. Biroq bilan bo'lib ketsa, o'sha kitobni ariyatga oldim degan xatni biz qanday ko'ramiz mesela? Men bu shuni jiq o'ylashgan ekan, qanday qilishni bilmay qilavergandim. Beshim kelganini ko'rgan. Bak yaxshi bola ekansan. Asli yaxshi bola ekan. Asli ko'ngli yaxshi bola ekan. Ko'ngli yaxshi bola ekan. O'g'ir bo'lmaydigan-a? Itotni yaxshi qilmoqchi bo'pti. Bak ideyalardan tortib yaxshi bir ishni qilmoqchi. Lekin balkim shu itotniki sahna asarlarning bioyanning qayda qonuniyatlarini to'g'ri bilmay qolgan bo'lishi mumkin-da. Yaxshi tayyorlik qilgandim, sal jiddiylashib qoldim. Mushu tayyorlikda men jiddiylashmasam ba'zi narsani uf qilolmaydi masalan. Shunga deganim, sen cho'qim yordamga muhtoj bo'l ekansan. Sahnada rol olmoqchi bo'lsang, bioyanni o'rganmoqchi bo'lsang, cho'qim sen rasmiy bir yordamga muhtoj bo'l ekansan. Bunda o'ylasam jurat. Bir narsani o'ylabdi, buni bog'lab, bunda cho'ng bir narsa uqtirmoqchi. Lekin sahnadan ba'zi narsalarni qilolmagan ekan, qilin bo'ldigan qilish kerak buncha. Buni bo'ldigan qilish kerak. Hozir men itotni sen cho'qim oldida kitobni bir o'qib berib bizga. Manda deb yozma. Mening ayaga chiqqanim asli men bir uyni ko'rib qo'ygan. Manda qilganim haqli salomlashqinim deb hamma dappamsan. Biz sal qolsan dadva bo'lib. O'zi yolg'iz o'tirib. Paypaqni faqatli beshingdan rost chiqaramidingmi yo boshqa qildingmi? Ya, qiziqchilik kerak. Boshida qildim. Layliga yak. Ani o'g'irlik qilman deb yomon niyat qilgan narsa. Tunji qetim qamoqda qilgan ekan. Yomon niyat qilgan narsa. Paypaqning razmiriga qarab ketgan ishga chin gap qildiganini bilib. Qilib shuni chiqmay turib olib, seni pushaymon qildim. Ashyalarni o'ylab, mushbal ashni o'rlashtiribdi, xuddi amalsizlikdan bir qatam o'g'irlik qilib salg'anga o'zini pushaymon o'xshaydi buni. Zodi men bunida chiqib ketdim. Amaliyotda chiqmagan narsani birdan chiqarib olaymiz lekin uni qasdan uzun so'zabdi-chu. Shunga bu iskanjaning ichidan chiqib ketaman. Men bu garchi qiynalsam, bu o'g'irlikni ikkinchi qilmayman degan harakat deb tushundim. Shu maqolaga yuqori nomer beryapman-da. Sen nima sababdan bu narsalarni qo'yib qo'yding endi? Bir kitobni birdan o'qiding-ku. Men shuni so'ramoqchi edim. Xalmuratning gapini texmi aniq qilsak, sening o'qig'ing nima kitob? Kitob o'qish orqali men o'zimning iliqi kitob o'qib, bir yaxshi bilan yomonni ayirib, shuni bilan andin iliqi o'zlik bir narsani qo'yib anda kitobni ariyat oldim deb chiqishni menda planlagan ko'nglimda. Yaxshidan bo'lib ketgan kitobni tarbiyani ko'rib. To'g'ri. Kitob tarbiya qilgan kitob ekanda. Men hozir menda o'yladim. Bu fikrimizning asri ijodiyat xiyoli to'g'ri-chu. Yomon emas asar. Endi shu yerda nima uchun qolib qolding sen? Kitob o'qidik, vaqt nima uchun chiqdi? Mushning asos tepishing kerak. U asos masalan, damallik hozir da'vatimizga damallikqa ishik ichidan taqilib qoldi. Sen qanday etishni bilmay, teshikdan qarasang to'xtamay odamlar o'tkildi. Solinib qoldi. Gudung bulayvergandan keyin endi qo'lga chiqib qolmay deb shu odamni anglab turib shu orliq tuqilgan kitob chiqdi. Azroq o'qiding, yeb qo'yding, yana qarasang yana odam kelgan, yana azroq demak kitobga mandoq kirding degina. Bag'an sir anandekin kitobning ichidagi mazmun sana ta'sir qilib, andın kitap bütün diqqatini tortib, haminimni qaytirib qo'yib tugatgan bo'lsang bo'ldi. Andin yana birisi 5-shidagi qo'sqin ichib ketgini, ata-aytana uyni ko'rib qo'ygan degan ortiqchilik bir bo'lakka. Chunki sen endi o'g'irlik qilishingga mayli sening qo'sqin oshqasin, mayli nomrat bo'lib ket, mayli qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar bu o'g'irlik qilish xato ish, qonun xilof qilmish. Shuning uchun sen uning har qanday asos selishingning qat'iy hojati yo'q bu asarda.
Tushundingmi? To'g'ri. Ha, shuningga tafakkuring intayin yaxshi-ki. Men ham bundaq kasbiy jihatdan manchiligrak bir narsa o'yildim ham shundaroq deyamdi. Jiq ishlar xato hukm berib qo'ydi. Masalan, ba'zi tasodifiy yuz berib qolgan hadislar, ishlar bo'yningdagi narsa chiqmagandek bizga uqdiq unamdi. Allohmidi buni deb. Bu agar sen pek qimmat narsa mı bo'yningdagi siras? Yo'q, unda emas. 15 qo'yga. Sen vazifani to'liq ado qilish uchun bizga xato tuyg'u bermaslik uchun ashunda chiqmay qolsam-da, uzvatsam bo'laverdi uni. Izg'i qo'yib qo'yib ketishing kerak. Cho'qim ha. Abdulla akang intayin to'g'ri ham biraz shu tajribalik aktyorlarning aytishi shu. Biz bayqidek loyihalsakmi, mushta masala kelib chiqadi ba'zida. Shundaq faqat bo'lmasa chidab turib uzitib qo'yib qo'yishing kerak. Eng cho'ng xatolikdan birisi chiqdi mazmun jihatdan. Ha. Shunda ta'sirlanib ketgan odam oltindan yasalgan aminning bu zanjirini elib chiqarsang, tuzalganning hech qanday foydasi yo'q. Anda boshda chiqqan yerdimi sen ko'zlab qo'ygan, qo'saq ochgan ishni ifodalayman deb bir yerga menib u burniga kirib olmabdimi, qaytib u burniga kirib olay deganda ketib qoldi-ku bu yerdan. Bola aldirab chiqib qolibdi-ki, qo'saq og'rib ketdi deb tushunib qoldimi? Qo'saqing aytibdi-kanda o chaqda menda qiladi. Men yaxshi ifodalamay qolibdim shu. Ha, endi o'qdi. Shu yaxshi ifodalayolmasak xato bo'lib qoladi ishlar. Uni ustiga mana so'zsiz itotga kirdiki. Yo'q emaskan, lekin so'zsiz deylar shuni. Endi hech qanday so'z bo'lmadi, o'zi yolg'iz muzikaning yordamida yaxshi qilgan bo'lgan narsa. Ha, tamamen bir mukammal asar qilib bo'ldi. Ma tafakkur yo'ling, ma qurilmang yaxshi. Biz ham deylik injiq halqalardagi masalalarni so'zlatimizga. To'g'ri. Bo'ldi-ki, rahmat.